Mana bu uyimizning hovli qismini qaranglar. Yo mashalloh, kattaligini qarasanglar-chi. Kirishimiz bilan mana shunaqa keng hovl bor. Gap yo'q, shaxsan menga juda yoqdi. Qaranglar, naqshlar, ustalarning qo'l mehnatiga prosta bomba. Hozir asliga bitta zalini ko'rsataman. Zalini qaranglar. Niyat qilganlar inshaalloh hammasiga mana shunaqa fayzli xonadonlar nasibi ro'za aylasin. Mana devordagi ham bor, qo'l mehnati, uni ham palon pul turadi. Menga yoqqan joyini aytaymi sizlarga. Mana qaranglar. Kartinkani ko'ryapsizlarmi? Kirgan, mana shu uyga kirgan odam bittada diqqat e'tiborini tortadi. Zinalarimiz hammasi yong'oq bo'yatibdi. Mana qaranglar, men sizlarga yaqindan ko'rsatib beraman. Hammasi qo'l mehnati. Okalarimiz bu yerda addushi mehnat qilishgan. Bitta addushi like bosib qo'yaylik. 3D effektiga ega. Hozir ikkinchi etajdan ham ko'rinishini ko'rsataman. Juda chiroyli ko'rinyapti. Mana ikkinchi etajimiz mana shu joy 100 kvadratdan oshiqroq. Bu degani 3 xonali uy degani. Ikkinchi etajimizni ko'ryapsizlar, hol qismi. Mana ikkinchi etajdan qanaqa ko'rinadi? O'zingizlar bitta baho berasizlar. Juda ham chiroyli uy. Bu uyimizni 3 etaj podvalda spa zonalarigacha, namoz xonalarigacha bor. Shaxsan menga juda yoqdi. Qaranglar, niyat qilganlar inshaalloh hammamizga eng kamida mana shunaqa fayzli xonadonlar nasibi ro'za aylasin. Kimga mana shu uy ravo ko'rsangiz, o'sha eng yaqiningizga bitta jo'natib qo'ying.